birdan 10 gacha baho berib qo'yinglar. Nexus 2 avtomobiliga qo'ldan kelgancha o'zimiz harakat qildik. Rejalashtirilgan holatda qilinmadi bu ishlar. Shunchaki yaqin akamiz olib keldilar mashinani. Qo'ldan kelgancha qildik. Bitta kommentariyada fikringizni qoldiringlar akalar. Kombinatsiya qilib turman poliglarni, chexollarni moslab hammasini qilib berdim. Men bularni rulni, nimalarni, ramkalarni, ya'ni rul chexollarni, podsvetkalarni oq yonini qilib pionerlarga ishlatib berganmiz. Harorati yaxshi yoritmaydi-yu, bilasizlar. Tumanka qo'yganmiz mana. Tumanka hoppa. Endi bu tumankalari palasa bo'lib yoritadi, hech qanaqa ko'zda olmaydi, to'g'ridan keladigan mashinani standart bo'yicha qilib beramiz. Farada muammo bilan boshqa kamchiliklar bo'lsa ham bemalol olib kelsanglar, o'zimizda hammasiga yechim bor. Inshaalloh polni salonlari shunaqa ranglar qilamiz inshaalloh kelajakda, qo'llab-quvvatlab motivatsiya beraverasizlar akalar. Shunga shunaqa xizmatlar kelyapsa, kelaverasizlar. Ideal nima bunaqa Cobalt Gentralga vahshiy birga bir tushar ekan mana bu chexol. Lekin olov bo'ldi mashina.